Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun yana yangi choponlar bitib keldi. Yangi dizayn, yangi gullar. Ochur, tez ochur. Ha. Mana ko'ringlar. Juda ham zo'r. Mana shunaqa yangilik kerak bo'lsa aloqaga chiqing. Boya ertalab kelgan mana zardevolimiz uje sotildi. Mana shu qizni o'zi olib qo'ya qoldi. Menga bering dedilar. Bo'ldi dedik. Baraka bu bo'ldi mana. Sotilib ketdi. O'zlariga o'xshagan chiroyli zardevol nasib qildi mana. Shu ochur buni. Amerikaga ketadi hozir. Qayerga ketadi? Voy, baraka toping. Qarang. Bizani zardevol Amerikaga ketyapti mana. Bularga kattakon rahmat. Chunki bizning milliyligimizni butun dunyoga yoyayotgan odamlar gap bo'lishi mumkin emas. Har doim hurmat qilamiz. Taxlab beringlar, baraka bo'ldi. Bizning zardevollar уже ketyapti Amerikaga. Ochur ixtiyor. Mana shunaqa yangi eksklyuziv to'llarimiz bor. Bitta sizda bo'ladi, boshqa hech kimda bo'lmaydi. Ani Seni mashina bitta kiyib ko'ring, bitta yangi chiqqanni mashina. Qarang, to'g'ri nimada bo'lganlar nasib qilganda. Yo'q, o'zi bilmayman, nima qidirsam shunda oyog'im tagidan chiqib qoldi. O'sha bizga reklamaga to'lashlar kerak. Bo'ldi. Bo'ldi. Reklamaga pul to'laydigan bo'lyapmiz. Mana eshitib turibsizlar, уже administratorlari bor ekan. Juda ham zo'r to'llar mana. Aloqaga chiqinglar. Yengilari keldi. Podrobni yana Telegramdan tashlab beramiz rasmlarni. To'g'rimi ixtiyor? Aloqaga chiqsin. Like, kommentariya, iloji bo'lsa yaqininglarga jo'natib qo'yinglar, chunki milliyligimizni butun dunyoga Xudo xohlasa yoyilyapti, dars yoyishda sizlar ozgina hissa qo'shgan bo'lasizlar. Ko'ringlar, juda ham zo'r. Rahmat, sog' bo'ling.